Kitobga mehr, bilimga intilish va ustoz ishonchi katta yutuqlar sari yo'l ochadi. Jadidlar izidan tanlovi ana shunday yoshlarni kashf etmoqda. Yosh bo'lishiga qaramasdan 2 yil davomida yuqori natijalar qayd etib, mazkur tanlovda faol ishtirok etgan Sohiba Karimboyeva yakuniy bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritib, Germaniya ta'lim safariga hozirlik ko'rmoqda. Yurtimizdagi umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida 2 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan jadidlar izidan tanlovi adabiyotga ixlosmand ko'plagan yoshlarni kashf qilish bilan birga ularga xorijiy davlatlarga ta'lim safaridek imkoniyatlar eshiklarini ham ochib berdi. Joriy yilda Jadidlar izidan nomli ko'rik tanlovda qatnashdim. Bu albatta birinchi qadamim emas. Men o'tgan yil ham, ya'ni 2024-2025 o'quv yilida ham Jadidlar izidan tanloviga qatnashganman va tumanimizda faxrli, viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Albatta respublika bosqichida qatnashishni o'zi bo'lmadi, tinimsiz mehnat, izlanishlar, albatta kuchlilar qatorida turishni o'zi ham katta mas'uliyat berdi. Va o'sha tajribamni yanada ko'paytirib, bu yil ham yana bir bora 2025-2026 o'quv yilida yana qayta Jadidlar izidan tanlovga qatnashdim. Bu yil ham o'zim kutgandan ko'ra ajoyib natijalarga erishdim. Sohiba Karimboyeva Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi ayrim fanlar chuqurlashtirib o'qitiladigan 70-son umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi. Adabiyotga hamda mutolaaga qiziqishi ortidan ustozi Oygul Sa'dullayeva qo'llab-quvvatlashi bilan tanlovda ishtirok etish baxtiga musharraf bo'lgan. Bu tanlovni birinchi yili bo'lganligi uchun o'quvchim va men uchun bu tanlov albatta yangilik edi. Uni nizomlari bilan tanishish mobaynida o'quvchim bilan birgalikda biz adabiyotlar ro'yxatini o'rgandik. Jami adabiyotlar ro'yxati 40 ga yaqin adabiyotlarni to'pladik, gazetalardan ma'lumotlar izladik, Jadidlar izidan nomli gazeta bilan ham tanishib, o'quvchim bilan birgalikda shu Jadidlar izidan tanlovini, adabiyotlarini teng muhokama qilib, teng o'rganib, deyarli barcha asarlarni o'qidik va bu bizga o'z ustimizda ishlash bilan birgalikda shu boy merosni o'rganish imkonini berdi. Qahramonimiz tanlovda bu yil 2-marotaba ishtirok etgan bo'lib, o'tgan 2024-2025 o'quv yilida tanlovning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bosqichi g'olibi, Toshkent shahridagi yakuniy bosqichning faol ishtirokchisi bo'lgan hamda Belorussiya davlatiga ta'lim safariga borib qaytgan. Bu yil esa tuman, shahar va hududiy bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tib kelgan Sohiba Karimboyeva Toshkent shahrida o'tkazilgan yakuniy bosqichda ham g'oliblikni qo'lga kiritib, Germaniya davlatiga ta'lim sayohatini yutib olgan.